ovoz berishda va tarjima qilishda Xanni ishtirok etdi. Salom, Stey. Men yetib keldim. Men Frankfurtga ketishim uchun 14 soat ketdi. 14시간 비행기에서 Men yo'lda faqat 5 soatgina uxlay oldim. Keyin uyg'ondim va turdim. Va men nima samolyotda yedim. Go'shtli sambab. Samolyotdagi sambab bu dunyodagi eng yaxshi ovqat deb o'ylayman. Keyin men animatsiya ko'rdim va ikkinchi ovqatda baliq va sous edi. Gochujang. Ularda shunday baliq bor edi. Men uni yedim. Keyin nari bilan sushi ham yedim. Biroz snacklar va yong'oqlar ham. Keyin esa Frankfurtga boshqa samolyotga chiqish uchun borib oldim. U yerda non yedim va qo'ndik. Keyin men shu yerga keldim. Endi esa yuvinishga kiraman. 피자를 먹으러 왔습니다. Men Buratta Margarita sirli pizzasini yeyish uchun keldim. 피자가 왔습니다. Pizza allaqachon shu yerda. Bunisi nima? Qovurilgan mozzarella. Ular aytishdiki, bu qovurilgan mozzarella ekan. Bu rostdan ham qovurilgan mozzarella ekan. Bu juda mazali. Sizlarga bugun ko'rgazma uchun obrazimni ko'rsataman. Obraz tayyor. Har doimgi, lekin ajoyib charmli kurtka bilan. 레더 자켓으로 좀 포인트를 주는 자, 그러면 Mayli, men shouga ketaman. Men hozirgina mehmonxonadan chiqdim. Endi esa Milanda Steylar bilan ko'rishishga boraman. 베르사체 디자인 Versace dizaynerlarni o'zgartirgandan beri birinchi marotaba borishim. 어떻게 진행이 될지 Shuning uchun shou qanday o'tishini ayta olmayman. 엄청 큰 기대로 Men u yerga katta ehtimol va kayfiyat bilan ayta olamanki, bu juda qiziqarli o'tadi. 것 같아요. Versachida har doim qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun bu safar uni sabrsizlik bilan kutyapman. 그리고 간만에 좀 Kuchli va dramatik stilni o'rniga men bugun klassik stilni tanladim. 클래식한 느낌으로 나섰는데 Bu Steyga yoqadi deb o'ylayman. Yo'l 20 minutli, shuning uchun men biroz dam olaman. 잠깐 쉬겠습니다. Xayr. Men va nihoyat ko'rgazmaga yetib keldim. Men kelganimda juda ham ko'p Stey bor edi. Hyunjin deb baqirishda davom etishardi. Mashinada men o'zimni qo'rquvimni yengdim. Va Stey bilan ko'risha oldim. Menimcha ko'rgazma Milan galereyasida o'tadi. Bu yer juda zo'r. Men atmosfera mukammal ekanligini his qilyapman. Men undan to'liq zavq olaman. Bu haqiqiy san'at muzeyi. Ha, salom janoblar, xodimlar. Bu haqiqatdan ham qiziqarli va tetiklantiruvchi edi. Men mashina kechasidan qaytdim.
베르사체부터 파티까지 끝내고 지금 호텔로 왔습니다. Men bayramdan qaytyapman. Men hozir mehmonxonadaman. Bu dizaynerlar almashgandan keyingi birinchi rasmiy ko'rgazma bo'lgani uchun bu qanday bo'lishini ko'rishga qiziqdim. 생각보다 되게 Ammo bu men kutganimdan ham qiziqarliroq bo'lib chiqdi. To'rpatidagi joy ham avvalgilardan farq qilar edi. Ular supermarketga o'xshagan joyni ijaraga olishgan. 맞습니다. Shunday qilib men u yerga bordim va juda mazali taomlar yedim. Qanday bo'lmasin, ushbu ko'rsatuvni intiqlik bilan kutgan barcha sevgi menimcha u qizni qoniqtiradigan darajada tashkil etilgan. 준비를 해봤었던 것 같고요. 재밌었고 Bu qiziqarli edi. Agar boshqa ko'rsatuvga kelsam, u yerda ko'rishamiz. 밀란 Milan vlogi tugadi. Xayr. 바이.